Chilonzor 15-kvartaldan sizlarga xo'p 4 etajli binoning 2-etajdan 2 xonali bitta kvartirani ko'rsatib o'taman. Kvartiramiz juda ham zo'r holatda, narxi juda ham arzon. Olib turib foydalanishli kvartira, yashash uchun ham, investitsiya uchun ham juda ham zo'r variant. Parkovka uchun joylari bor. Mana bu yerda besedkalar, hamma kerakli joylar yaqin kvartiramizga Uchtepa tumani hokimiyatga yaqin joyda joylashgan, Farxatskiy bozorga ham yaqin joyda joylashgan. Narxi juda ham arzon. Investitsiyaga $500 ga ijarachi qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, olib turib foydalanib qolinglar. Kvartiraning ichki qismini bitta ko'rib o'tinglar. Kvartiramizga ham kirib oldik, hurmatli obunachilar. Bu yog'imizda podyezddan kirib kelaverish eshigimiz. Xo'p, koridor qismimizda alohida sanuzelimiz joylashgan. To'g'riga kirib kelsak, bizani mehmonxona qismimizda kutib oladi. Kvartiramizning remonti svejiy holatda, yashashga tayyor, barcha sharoitlarga ega. Xarid qilib olib, investitsiyaga ijaraga berib qo'ysanglar bo'ladi yoki bemalol yashasanglar bo'ladi. Bitta oila mazza qilib yashashi mumkin bo'lgan kvartiramizni juda ham dastroshniy arzon narxlarda, xudo xohlasa, sotuvdi. Bu yog'imizda divanli zonamiz joylashgan, bemalol shu yerda ovqatlansanglar bo'ladi. O'zini konditsioneriga ega, bu yog'imizda televizori bor. Hamma narsasi qoladi, hurmatli yurtdoshlarimiz. Xo'p, mehmonxonadan oshxonaga kiramiz. Oshxonada kuxonniy uголокimiz joylashgan. Bu yerda bemalol o'tirib, bu yerda ham ovqatlansanglar bo'ladi. Xo'p, balkonga oshxona chiqazilgan. Bu yoqqa gaz plitasi, vichkasi, posudomoykasi joylashtirilgan. Panoramniy mana katta oynalar qilib qo'yilgan. Bu yoqda kuxonniy mebelimizning davomi. 1,5 ga 6 lik balkon. Bu yoqqa bemalol xolodilnik narsani joylashtirib olsanglar bo'ladi. Tayyor xonadon xarid qilib olib, bemalol foydalanib yashashli kvartira. Bu yoqqa ham televizor uchun joylar tashab ketilgan. Bitta televizor rosib, oshxonada ham televizor tomosha qilsanglar bo'ladi. Xo'p, 50 kvadratli bo'ladi. Undan ham kattaroq kvadraturaga ega bo'lgan kvartira bo'ladi bularimiz, chunki 1,5 ga 6 lik balkon. Spalnida hamma sharoitlari bor, o'zini kattagina shkofi bor. Bu yoqda trimosi, dux spalnilari joylashtirib qo'yilgan. Tashqariga qaragan oynalari, pardalari bilan birgalikda aboylari ham zo'r holatda turibdi. Olib turib investitsiyaga arendaga qo'yib qo'ysanglar bo'ladigan kvartira yoki arzon 2 xonali kvartira so'rab turganlar uchun juda ham zo'r variantimizda, hurmatli yurtdoshlarimiz, olib foydalaninglar. Mana sizlarga arzon narxda kvartiralarni chiqazamiz, foydalanib qolinglar. O'zini kir mashinasi bor, vannasi polniy kafeldan chiqqan. Bu yog'ida hojatxonasi joylashgan. Hurmatli yurtdoshlarimiz, ushbu kvartiramizni dastroshniy narxlarda sotuvda. Xo'p, kvartirani olgandan keyin arendaga $500 ga bemalol arendator qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. $500 oyiga daromad qilib turadigan kvartira yoki olib turib o'zim yashayman desanglar, ushbu kvartirani $64,000 ga baraka qilishinglar mumkin. Akanchatilik narx qo'yilgan. Telefon qilinglar, xudo xohlasa naqd pullarga barakasini qilamiz. 64,000 bunaqa lokatsiyada, bunaqa remontda juda ham shokolad narxlari hisoblanadi. Narxni ko'rib yurganlar biladi. $64,000 ga baraka qilinglar. Bundan da dastroshniy sotiladigan uylarimizni xudo xolasa Telegram kanalimizga tashlalyapti. Telegram kanaliga обязательно o'tib podpiska bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizda opitsaniyada silkasi qoldirilgan yoki Telegramdan bizani Sula Shop deb qidirsanglar bo'ladi. O'tib podpiska bosib qo'yinglar. Ushbu kvartirani $64,000 ga baraka qilib olinglar va $500 ga ijarachi qo'yib qo'yinglar. Foydalaninglar. Mana sizlarga Sula Shop kanalidan zo'r yana bitta variant.